32-bob. Taqvo. Taqvo qalbning Allohdan o'zga narsadan forig' bo'lishidir. Taqvoning oshkor va yashirin jihatlari bor. Oshkora zohiriy taqvo bu shariat doirasida belgilangan qoidalarga amal qilish, yashirin botiniy taqvo esa pok niyatli, samimiy va ixlosli bo'lishdir. Alloh taqvoni oxiratning eng yaxshi ozig'i deb atadi. Ozuqa oling, eng yaxshi ozuqa taqvodir. Baqara surasi 197-oyat. Ulamolardan biri aytibdilarki, taqvo zaxiralarning eng xayrlisidir. Ular yana taqvosiz ko'ngil uchun motam qilib yig'lash arzigulik ish ekanini ham aytgan ekanlar. Yana ta'kidlabdilar. 4 narsaga amal qilmagan olim go'yoki ustiga kitob ortilgan eshak misolidir. Uning shaxsiga ham, so'ziga ham ishonchu e'tibor yo'qdir. Birinchi, Allohdan tarsu taqvosi bo'lmasa. Ikkinchi, dunyoning muhabbatidan ko'ngil uzmagan bo'lsa. Uchinchi, odamlar bilan munosabatda kamtarinlikni odat qilmagan bo'lsa. To'rtinchi, nafsini riyozat va mashaqqat bilan jilovlamagan bo'lsa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'radilar. Jannatga hamma narsadan ko'proq nima eltadi? U zot sallallohu alayhi va sallam javob berdilar. Allohdan qo'rquv, taqvo va go'zal axloq. Yana so'radilar. Do'zaxga hammadan ko'proq nima eltadi? U zot sallallohu alayhi va sallam javob berdilar. 2 bo'shliq, og'iz va farj. Abu Hurayradan rivoyat qilingan Buxoriy, Ahmad, Termiziy rivoyati.